Bugungi videoda biz soliqlarni yig'ib chiqamiz qishloqlardan. Ketdik. Mana bu qishloqni soliq. Qishloqqa soliq ber. Bugun pulim yo'q degan so'z. Nega pulim yo'q? Ne tayyorlab qo'ymading? Kechirasan, iltimos. Bu oyda to'lamay qo'yganlik keyingi oyda beraman. Yo'q. Hayır. Sen nima qilib tursan? Seni oyliging qani? Seni oyliging qani? Meni oyligim yo'q, endi tushadi. Sen tushsa keyin beraman, iltimos. Ozgina chidab tur. Mayli. Keyingi oydan beraman. Qayerligim uchun. Lekin keyingi oydan qolmasin. Sen ham hopmi? Hop, keyingi oydan beraman. Iltimos. Oyligim chiqsin. Keyin beraman, hopmi? Hop. Yo'q, bu soliq. Keyingi oydan tezroq to'lash kerak. Qani? Kelinglar, tur. Qishloqqa sani oyliging qani? Men keyingi oydan beraman, hali olganim yo'q oyligimni. Yo'q, bu oydan kech qolmasin. Bilasan. Bu jitlar o'ldirib. Mayli, chiqchi yo'q. Tabiiy qaysi to'lamayapti. Ana orqada qochyapti. Qochma jitil, qochma. Qochadi. Hech qayerga qochmayapman. Nega o'zi qarasana. Qaytib qolding jitil. Menam o'z oyligim yo'q. Keyingi oyda beraman. Yo'q, hozir berishing kerak edi. Tayinlab qo'y tezroq. Sen jitilchi, menga qara. Menga qara. Menga qara. Mana, menga qara. Menga qara. Sen ne bu oyga soliq to'lamayapsan? Bu oydan kechga qolmasin. Sence? Meni pensiyam chiqsa o'sha pensiyam chiqqanidan keyin beraman. Yo'q. Bittaga jitil hammasi bo'ldi. Bittani baliqchi jitil qoldi. Bu hammadan qahar. Shuning uchun qoldi. Endi nima qilamiz bolalar? Nimanidir qurmoqchi edik.